Assalomu alaykum, hurmatli Kesh Universal kanali a'zolari. Bugun sizlarga biznes uchun yo'l ustidan, mana kitob surumdan keyin Chig'atoy qishlog'i, eski Anxor ko'chasi, mana bu birinchi ko'prik. Mana shu joyga, mana yo'l ustiga joylashgan 9,5 sotik. Ko'rishlaring mumkin, mana yo'l. 9,5 sotik joy. Mana buni xolodilnikka mo'ljallab qilishga mana betonlari qo'yilgan. 6 metr balandligi, mana rasxodni ko'ryapsizlar o'zlaring. Temirni o'zi ham 10 ming ketgan mana shu temirni o'ziga. Ustoq haqi qolgandan tashqari mana polni beton qilingan. Hozir u tomonni ham ko'rsataman. Mana shu joy 9,5 sotik. Mana bu ariqlari ham qilingan. Mana suv ketish xodlari ham qilingan u tomonga. Ichiga mana daraxtlari bor. Mana bu polni zabor qilishga, reshotka qilishga imkoniyat qilingan. Mana bu yo'ldan ko'rinishi, mana joy. Surumdan keyin Chig'atoy qishloq. Mana birinchi ko'prik ekan manshaq. Mana vaqtda bag'dan ko'rinishi mana. Mana bu ko'cha eski Anxor. Mana polni, mana buni ham tagiga beton qo'yilgan zabor qilishga. Mana shu joy 9,5 sotik. Mana yo'l usti. Любой biznes qilsa bo'ladi. Klinika, bog'cha, xususiy maktab, moyka, katta targoviy sentr qilsa bo'ladi. Endi bu tomonlarga ham menimcha bu katta joylar bag'la. Shunaqa narsalar kerak baribir. Kimgadir pul bor, nimadir qilish kerak bilmaydi. Men sizlarga mana ideya. Joy mana konkretni. Fasadni ham ko'ryapsizlar. Mana shu yerdan boshlanadi, mana polni burchak, uglovoy. Mana shu joyda sotuvga qo'yamiz. 80 ming dollarga sotuvga qo'yamiz. Telefon qilsanglar gaplashamiz. Hujjatlar hammasi joyiga. 9,5 sotik ichiga yana xolodilnigi bor. Ichidan mana ariq ham o'tgan. Agar ideya berayotgan bo'lsam, juda ko'p narsa qilsa bo'ladi. Baqqa oshxona, to'yxona, restoran, katta klinika yoki ko'p narsa qilsa bo'ladi. Hozir u tomonidan ichini ko'rsataman. Mana yo'lni ko'rib turibsizlar. Mana. Hozir ichkari tomonlarini ham ko'rsataman. Mana bu ichkari tomoni, mana bag' ko'cha kirib ketgan baqqa. Mana polni mana stashka qilib ariqlardan mana suv oqyapti. Mana bundan mahallaning ichidan chiqayotgan suv ketibdi. Katta yo'lga qarab. Mana bu mana xolodilnikka mo'ljallangan. Do'st hozircha to'xtatib qo'yilgan. Mana ichi polni to'ldirilgan mana shag'al bilan. Xolodilnik qilishmoqchi bo'lgan, bu tayyor konstruksiya. Buni boshqa narsa ham qilish mumkin. Magazinmi, klinikami shunday o'raladi bu. Usti yopiladi, bu ichini xohlagan narsa qilsa bo'ladi. Balkim to'yxona ham bo'lishi mumkin shu atrofga. Kerakdir. Men bu tomonlarga ko'p birinchi marta kelishim, joyni ko'rib turibman, shuning uchun mana shunaqa ideyalar bor biznesga. Endi biznes qilayotgan joy bu. Mana shuncha teragi ham bor ichiga mana. Mana shu ham kim olsa o'shaniki bo'ladi. Teragi ham, mana oldiga yer, mana mashinalar o'tibdi ko'ryapsizlar. Mana shu teraklar shunday kessa polni mashina yo'l bo'lib qoladi manshaq. Mana bu tomondan burchakdan hozir ko'rsataman. Mana xolodilnik. Eng qiziq joyi, mana shu xolodilnikka 400 tonna mahsulotni 1 yilga saqlash mumkin. Hozir hisobladik. Endi biz minimalni kamroq qilib hisobladik. Undan ham ko'p tiqsa bo'ladi. Masalan, o'sha 400 tonna agar mahsulotni joylasanglar, kilosiga 3200 dan berar ekan. 400 tonnasi 1 milliard 200 ming bo'lar ekan. Mayda chuyda rasxodlarini hisoblasak, 100 ming dollar bo'layotgan bo'lsa, bir 80 ming, 70 ming sof foyda bo'lar ekan. Mana biz hozir mana shu qo'yotgan narximiz 1 yillik foydalarini hisoblab qo'yamiz. Bu padarka degan gap. Bunday olib qarasa, shuncha puli bor odam mana kesin
Mana shu tippasini yopish, yonlarini mana shu ozgina xarajatiga kelishamiz. O'shani o'tib beramiz. Nasib bo'lsa, kelsanglar gaplashamiz. Mana biznes oldiga yana qo'shimcha nimadirlar, moyka, nimadirlar, yana klinika, magazin, boya aytgan hamma narsani qilsanglar bo'ladi. Bu qo'shimcha biznes bo'ladi sizlarga. Tayyor turgan biznes. Mana shu yil ham boshlasanglar bo'ladi, hozir tezlashtirib. Mana shu joy mana bugundan sotuvga qo'yilyapti. Kimga nasib qilgan bo'lsa, baraka topadi. Telefon qilinglar, gaplashamiz.